Agar sizda yoki yaqinlaringizda eski namunadagi pasport, muddati tugan hujjat almashtirilmagan ID karta yoki ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq muammo bo'lsa, bu ma'lumotni hozir eshitib oling. Chunki 12 iyuldan keyin ayrim tartiblar, tekshiruvlar va hujjat talablariga munosabat ancha jiddiylashishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim bemalol yurishi mumkin? Qaysi holatda 5 kun ichida harakat qilish zarur? Va eng muhimi, nima qilsangiz jarima? Rad javobi yoki ortiqcha yugurdan qutulasiz. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, mahalladagi yoshi katta insonlar bilan albatta ulashing. Men avvalo bitta narsani aniq qilib aytaman. Pasport masalasi faqat chet elga chiqadigan odamlar uchun emas. Pasport yoki ID karta kundalik hayotdagi eng asosiy hujjat. Bankda karta ochish, pensiya olish, nafaqa rasmiylashtirish, shifoxonada ro'yxatdan o'tish, notariusga borish, meros masalasini hal qilish, uy-joy oldi sottisi. Ishga kirish, bolani bog'cha yoki maktabga hujjatlashtirish, hatto ayrim davlat xizmatlaridan foydalanish ham shaxsni tasdiqlovchi hujjatga bog'liq. Oldin ko'pchilik eski pasportim bor, ichida rasmim bor, ism familiyam yozilgan. Demak yetadi deb yurar edi. Ba'zi joylarda bunga ko'z yumilgan, ba'zi idoralarda esa eski hujjat bilan ham ish bitavergan. Ayniqsa, yoshi katta odamlar, qishloqda yashaydiganlar. Uzoq vaqt davlat idoralariga ishi tushmagan fuqarolar orasida eski pasportni almashtirish masalasi ortga surilib kelgan. Lekin endi holat boshqacha. Davlat xizmatlari raqamlashtirilgani sari hujjatning bazadagi holati. Amal qilish muddati, biometrik ma'lumotlari, yashash manzili va shaxsiy identifikatsiya raqami bir-biri bilan mos kelishi talab qilinadi. Ya'ni qo'lingizdagi hujjat tashqi tomondan bor bo'lgani bilan tizimda u eskirgan, muddati o'tgan, almashtirilishi kerak yoki ma'lumotlari mos emas deb chiqsa, sizning ishingiz to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun 5 kun berildi degan gapni men shunday tushuntiraman. Agar sizga ogohlantirish kelgan bo'lsa, mahalla, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki boshqa vakolatli idora tomonidan hujjatingizni yangilash, ma'lumotni to'g'rilash, ro'yxatdan o'tishni tiklash, jarima yoki kamchilikni bartaraf etish bo'yicha muddat aytilgan bo'lsa, buni beparvo qoldirmang. 5 kun qisqa muddat. Bugun ertaga boraman desangiz, ertaga navbat hujjat yetishmasligi yoki tizim ishlamasligi chiqib qoladi. Natijada muddat o'tib ketadi. Avvallari odamlar hujjatni oxirgi paytgacha cho'zib yurardi. Masalan, pasportining amal qilish muddati tugagan bo'lsa ham, kundalik hayotda hech kim so'ramasa, uni yangilashga shoshilmas edi. Yoki eski namunadagi pasport oiladagi sandiqda turardi. Egasi esa men hech qayerga bormayman, menga yangi hujjat kerak emas deb o'ylardi. Endi esa ko'p xizmatlar elektron bazaga ulanmoqda. Bank xodimi hujjatni qo'lida ko'ribgina qaror qilmaydi. Tizimdan tekshiradi. Notarius shaxsni tasdiqlashda ma'lumotlar mosligini ko'radi. Davlat xizmatlari markaziy murojaatni qabul qilganda shaxsiy ma'lumotlar bazadan tortiladi. Agar pasport raqami eski, amal qilish muddati tugagan yoki shaxsiy ma'lumotlarda xato bo'lsa, ariza qabul qilinmasligi, qo'shimcha tekshiruvga yuborilishi yoki sizdan avval hujjatni yangilash talab qilinishi mumkin. 12 iyul sanasi atrofida gap ko'payishining sababi ham shunda. Odamlar ma'lum bir sanadan keyin eski tartibda yurib bo'lmaydi. Ayrim amaliyotlar qat'iylashadi, tekshiruvlar kuchayadi deb xavotir qilmoqda. Men bu yerda sizga vahima qilishni emas, tayyorgarlik ko'rishni maslahat beraman. Eng to'g'ri yo'l o'zingizning aniq holatingizni rasmiy idoradan tekshirtiring. Chunki har bir fuqaroning vaziyati bir xil emas. Kimdadir pasport eski, kimdadir ID karta bor, kimdadir yashash manzili o'zgargan, kimdadir familiya nikohdan keyin almashgan, kimdadir chet elga chiqish biometrik pasporti bor, lekin ichki hujjati bo'yicha muammo mavjud. Birinchi navbatda eski namunadagi pasportini hanuz almashtirmagan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa, yoshi katta ota-onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz, uzoq yillar hujjat ishlatmagan fuqarolar, uyda kasal bo'lib yotgan yoki mustaqil idoraga bora olmaydigan insonlar. Ko'pincha muammo aynan shunday holatda chiqadi. Odam yillar davomida hujjatga ehtiyoj sezmaydi. Keyin birdan pensiya, davolanish, notarial ish, meros yoki bank masalasi chiqadi. Shunda hujjat yaroqsiz yoki eskirgan bo'lib qoladi. Ikkinchi guruh pasport yoki ID kartaning amal qilish muddati tugash arafasida turganlar. Masalan,
Hujjatingizning muddati 2024 yil iyul, avgust yoki sentyabr oylarida tugasa, uni oxirgi kungacha kutmang. Amalda ko'p joyda hujjat muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa ham, ayrim xizmatlar ehtiyot chorasi sifatida yangi hujjat so'rashi mumkin, ayniqsa kredit olish. Shartnoma tuzish, chet elga chiqish, notarial ishonchnoma berish kabi masalalarda bu juda muhim. Uchinchi guruh ism, familiya, otasining ismi yoki tug'ilgan sanasida farq bo'lganlar. Masalan, pasportda o'g'li bir xil yozilgan, boshqa hujjatda boshqacha. Nikoh guvohnomasida familiya o'zgargan, nikoh guvohnomasida familiya o'zgargan, lekin pasport almashtirilmagan. Tug'ilganlik guvohnomasida bitta harf boshqa, pasportda boshqa. Bunday mayda ko'ringan xatolar keyinchalik katta muammoga aylanadi. Bir harf farqi ham elektron tizimda boshqa shaxsda ko'rinishi mumkin. 4-guruh doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tishida muammo bor fuqarolar. Odam boshqa shaharga ko'chib kelgan, vaqtincha ro'yxat tugagan, eski manzildan chiqqan, yangi manzilga kirmagan, uy hujjatlari joyida emas. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning o'zi yetarli bo'lmay qoladi, chunki ko'p xizmatlarda yashash manzili ham tekshiriladi. 5-guruh chet elda yurgan yoki yaqinda qaytgan fuqarolar. Ayrimlar O'zbekistondan eski pasport bilan chiqib ketgan, xorijda hujjat muddati tugagan, konsullik ro'yxatiga turmagan yoki qaytishda muammo bo'lishi mumkin. Bunday holatda men albatta O'zbekistonning tegishli konsulligi yoki migratsiya organi bilan oldindan bog'lanishni maslahat beraman. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, uning muddati o'tmagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar boshqa hujjatlar bilan mos bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha ro'yxatdan o'tish joyida bo'lsa va sizga hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, vahma qilishga asos yo'q. Lekin baribir hujjatingizni bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Masalan, fuqaroning ID kartasi 2030 yilgacha amal qiladi. Nikohdan keyin familiyasi o'zgarmagan, yashash manzili ro'yxatda to'g'ri. Bank va davlat xizmatlarida muammo chiqmayapti. Bunday odam faqat hujjatni yo'qotib qo'ymasligi, muddat yaqinlashganda o'z vaqtida almashtirish kerak. Yana bir misol, talaba yigitda ID karta bor. Chet elga chiqish uchun alohida biometrik pasporti bor. Ikkala hujjat ham amalda, shaxsiy ma'lumotlari bir xil. U uchun ham asosiy xavf yo'q. Ammo agar u boshqa viloyatda o'qiyotgan bo'lsa va vaqtinchalik yashash tartibiga oid talablar bo'lsa, shu masalani alohida tekshirtirish kerak. Birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli ayol pensiya kartasini almashtirmoqchi bo'ladi. Bankka boradi. Qo'lida eski pasport bor, lekin tizimda hujjat bo'yicha ma'lumot yangilanmagan yoki hujjat amaldagi talabga javob bermaydi. Bank xodimi unga avval ID karta rasmiylashtirish kerakligini aytadi. Ayol mening pensiyam ertaga tushishi kerak edi deb qiynaladi. Agar u bu ishni oldindan qilganida bir kunlik navbat va hujjat tayyorlanish muddatini hisoblab muammosiz hal qilardi. Ikkinchi misol. 32 yoshli erkak avtomobil sotib olmoqchi. Notariusga boradi. Pasportidagi yashash manzili eski, amalda esa boshqa tumanda yashaydi. Uy egasi bilan ro'yxatdan o'tish masalasi oxirigacha hal qilinmagan. Notarius shartnomani rasmiylashtirishda qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Natijada sotuvchi ham kutadi, xaridor ham asabiylashadi. Kelishilgan pul va vaqt xavf ostida qoladi. Bunday holatda oddiy tekshiruvni oldindan qilgan ma'qul edi. Uchinchi misol. 24 yoshli kelin nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin pasport yoki ID kartani vaqtida almashtirmagan. Keyin bola tug'ilganda tug'ilganlik guvohnomasini rasmiylashtirish, nafaqa olish yoki poliklinikaga biriktirishda hujjatlar mos kelmasligi mumkin. Nikoh guvohnomam bor-ku deyish ba'zan yetarli bo'lmaydi. Chunki asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat ham yangi familiyaga mos bo'lishi kerak. 4-misol. Chet elda ishlagan fuqaro uyiga qaytadi. Uning ichki hujjati eskirgan. Chet elga chiqish pasportining muddati ham yaqin. U ishga joylashmoqchi bo'ladi, lekin ish beruvchi undan amaldagi ID karta, STIR, bank rekvizitlari, ro'yxatdan o'tish ma'lumotlarini so'raydi. Bir hujjatdagi muammo butun ishga kirish jarayonini sekinlashtiradi. 5-misol. Mahallada bir kishi meros masalasini hal qilmoqchi. Otasidan qolgan uy bor. Notariusga borganda merosxo'rlarning hujjatlari tekshiriladi. Bitta merosxo'rning pasporti eski, boshqasining familiyasida farq bor. Yana birining yashash manzili noaniq. Natijada hammaning ishi bitta odamning hujjati sabab to'xtab qoladi. Shuning uchun men doim aytaman. Hujjat masalasi faqat o'zingizniki emas, ba'zan butun oilaning ishiga ta'sir qiladi. Ko'pchilik 5 kun berildi degan gapni eshitib,
hamma fuqarolar 5 kun ichida pasportini almashtirish shart deb tushunib qoladi. Men buni ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. 5 kun odatda aniq ogohlantirish, aniq kamchilik yoki aniq protsessual muddat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, sizga hujjatlaringizni to'ldirish, xatoni tuzatish, ma'lum bir idoraga kelish, arizani yakunlash yoki yetishmayotgan ma'lumotni taqdim etish aytilgan bo'lsa, shu muddatni o'tkazmang. Agar sizga hech qanday xabar kelmagan bo'lsa, lekin hujjatingiz eski yoki shubhali holatda bo'lsa, baribir kutmang. Chunki odamlar odatda idoraga oxirgi kuni boradi. Oxirgi kuni esa 3 ta muammo chiqishi mumkin. Birinchisi, navbat ko'p bo'ladi. Ikkinchisi, hujjatlaringiz to'liq bo'lmasligi mumkin. Uchinchisi, tizimda ma'lumot topilmasligi yoki qo'shimcha tekshiruv kerak bo'lishi mumkin. Shunda siz men bugun keldim-ku desangiz ham amaliy jihatdan muddat yetmaydi. Shuning uchun mening tavsiyam 5 kun deyilsa, uni 5 kun deb emas, 2 kun deb qabul qiling. Birinchi kuni tekshiring, ikkinchi kuni hujjatlarni yig'ing, uchinchi kuni ariza topshiring. Qolgan kunlar kutilmagan holatlar uchun zaxira bo'lsin. Oddiy holatda ID karta yoki pasportni almashtirish uchun shaxsni tasdiqlovchi mavjud hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, davlat boji to'langani tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda fotosurat joyida olinadi. Barmoq izi yoki biometrik ma'lumotlar ham idorada rasmiylashtiriladi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, holat murakkabroq bo'lishi mumkin. Yo'qolgan hujjat bo'yicha ariza yoziladi. Shaxsni aniqlash uchun qo'shimcha hujjatlar so'ralishi mumkin. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy guvohnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, eski hujjat nusxasi, mahalla ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi ehtimoli bor. Agar fuqaro yoshi katta bo'lib, o'zi bora olmasa, yaqinlari oldindan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan tartibni so'rash kerak. Ba'zi holatlarda uyga borib xizmat ko'rsatish, ishonchnoma, vasiylik yoki tibbiy ma'lumotnoma masalalari paydo bo'lishi mumkin. Buni oxirgi kunga qoldirish eng katta xato. Endi eng muhim nozik masalalarga o'taman. Birinchisi, chet elga chiqish pasporti bilan ichki ID karta bir xil narsa emas. Ba'zi odamlar menda Zagram pasport bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Yo'q, ayrim ichki xizmatlar uchun baribir ID karta yoki ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Chet elga chiqish hujjati sizning xorijga borib kelishingiz uchun kerak. Ichki muomalada esa boshqa talablar bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik nuqta. Hujjat muddati tugamagan bo'lsa ham ma'lumotlar xato bo'lishi mumkin. Masalan, tug'ilgan joyi, familiya yozilishi, otasining ismi yoki JSHR raqami bilan bog'liq mos kelmasliklar. Bunday holatda muddati bor-ku deyish yetmaydi. Tizimdagi xato tuzatilmaguncha ayrim xizmatlar ishlamasligi mumkin. Uchinchi masala, jarima hujjatni vaqtida almashtirmaslik. Yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish tartibini buzish yoki noto'g'ri ma'lumot bilan yurish ayrim holatlarda ma'muriy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Men bu yerda aniq jarima miqdorini hamma uchun bir xil deb aytmayman. Chunki holatga, muddatga va amaldagi qonunchilikka qarab farq bo'lishi mumkin. Lekin prinsip bitta. Ogohlantirish olganingizdan keyin harakat qilsangiz, vaziyatni yengillashtirasiz, e'tiborsiz qoldirsangiz, muammo kattalashadi. 4-masala, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pasportni navbatsiz chiqarib beraman. 5 kunda bo'lmaydi. Menga pul bering. Hal qilaman. Jarimani o'chirib beraman degan odamlarga ishonmang. Hujjat masalasi faqat rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. To'lov bo'lsa, rasmiy kassa, bank yoki elektron to'lov orqali bo'lishi kerak. Qo'lga pul berish keyinchalik sizni ham noqulay ahvolga soladi. 5-masala. Internetdagi xabarlarga ko'r-ko'rona ishonmang. Telegramda, qo'shnilar guruhida, tanishlar orasida ko'p gap yuradi. Kimdir bitta holatni butun mamlakatga tatbiq qilib yuboradi. Kimdir eski ma'lumotni yangi deb tarqatadi. Kimdir esa odamlarni qo'rqitish uchun sarlavhani ataylab kuchaytiradi. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Xabarni eshiting, lekin qarorni rasmiy manbadan tekshirib qabul qiling. Endi nima qilish kerakligini aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlarni stolga qo'ying. O'zingizniki, turmush o'rtog'ingizniki, ota-onangizniki, farzandlaringizniki, pasport, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, harbiy guvohnoma,
chet elga chiqish pasporti, yashash joyiga oid hujjatlar. Har birida ism, familiya, tug'ilgan sana, hujjat muddati va raqamlarni tekshiring. Ikkinchi qadam. Amal qilish muddatini ko'ring. Agar muddat tugagan bo'lsa, tugashiga juda oz qolgan bo'lsa yoki hujjat juda eski bo'lsa, darhol ariza topshirishga tayyorlaning. Hali foydalanib turaman degan fikr keyin qimmatga tushishi mumkin. Uchinchi qadam, ma'lumotlar mosligini solishtiring. Nikoh guvohnomasidagi familiya ID kartadagi familiya bilan bir xilmi? Tug'ilganlik guvohnomasidagi ism, pasportdagi ism bilan bir xil yozilganmi? Otasining ismi har joyda bir xilmi? Lotin va kiril yozuv almashganda xato ketmaganmi? Aynan shu mayda farqlar keyin katta muammo beradi. 4-qadam. Eng yaqin davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga boring. Borganingizda shunchaki pasportimni almashtirmoqchiman demang. Aniq savol bering. Mening hujjatim amaldami? Muddati bo'yicha muammo yo'qmi? Bazada ma'lumotlarim to'g'rimi? Yashash manzilim ko'rinyaptimi? Qaysi hujjatlarni topshirishim kerak? Shunda xodim ham sizga aniq javob beradi. 5-qadam. Ariza topshirishdan oldin telefon raqamingiz faol ekanini tekshiring. Ko'p xizmatlarda SMS xabar, tasdiqlash kodi yoki tayyor bo'lgan hujjat haqida xabar kelishi mumkin. Eski raqam. Boshqa odam nomidagi raqam yoki ishlamayotgan sim karta jarayonini sekinlashtiradi. 6-qadam. To'lovni faqat rasmiy tartibda qiling. Chek yoki elektron tasdiqni saqlang. Agar keyin tizimda to'lov ko'rinmasa, sizda isbot bo'ladi. 7-qadam. Ariza topshirganingizdan keyin qabul qilinganligi haqida ma'lumotni tekshiring. Ba'zi odamlar hujjat topshirdim deb o'ylaydi, lekin ariza yakuniy ro'yxatdan o'tmagan bo'ladi. Shuning uchun sizga berilgan kvitansiya, ariza raqami yoki SMS xabarni yo'qotmang. 8-qadam. Yoshi katta qarindoshlaringizni alohida tekshiring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan qo'shni, ko'p yildan beri idoraga bormagan qarindosh, kasal yotgan ota-ona, chekka qishloqdagi buvi bobolar. Ularga o'zingiz borib kelingiz yetarli emas. Hujjatlarni ko'rib, zarur bo'lsa birga olib boring. Agar sizdan ariza yozish talab qilinsa, arizada holatni aniq yozing. Masalan, mening shaxsni tasdiqlovchi hujjatimni amaldagi tartibda almashtirib berishingizni so'rayman. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, shaxsni tasdiqlovchi hujjatim yo'qolganligi sababli yangi hujjat rasmiylashtirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, hujjatimdagi shaxsiy ma'lumotlarimni tasdiqlovchi hujjatlar asosida to'g'rilab berishingizni so'rayman. Arizada ortiqcha hissiyot, ayblov yoki uzun hikoya kerak emas. Kimligingiz, nima muammo borligi, nimani so'rayotganingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar yozilsa yetarli. Agar xodim qo'shimcha shaxl bersa, o'sha shaxl bo'yicha to'ldiring. Birinchi xato meniki o'taveradi deb yurish. Hujjat masalasida o'zingizga ruxsat bera olmaysiz. Qarorni idora va elektron tizim beradi. Ikkinchi xato faqat pasportning suratiga qarash. Muhim joyi faqat rasm emas. Amal qilish muddati, raqam, berilgan sana, organ kodi. Yashash yer, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili ham muhim. 3-xato boshqa odam tajribasini o'ziga qo'llash. Qo'shningiz eski hujjat bilan ishini bitirgan bo'lishi mumkin, lekin sizning holatingiz boshqacha chiqadi. Uning familiyasi o'zgarmagan, sizniki o'zgargan. Uning manzili joyida, sizniki noaniq. Shuning uchun har kim o'z hujjatini alohida tekshirishi kerak. 4-xato ogohlantirishni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizga 5 kun, 10 kun yoki boshqa muddat berilgan bo'lsa, bu shunchaki maslahat emas, amaliy muddat bo'lishi mumkin. Muddat o'tgach, sizdan nega vaqtida kelmadingiz deb so'raladi. 5-xato hujjatni faqat muammo chiqqanda izlash. Pasport yo'qolganini odam ko'pincha bankka, shifoxonaga yoki notariusga boradigan kuni biladi. Hujjatlaringiz qayerda saqlanishini bugunoq tekshirib qo'ying. Men sizga aniq ro'yxat beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Ertaga davlat xizmatlari markazi yoki tegishli bo'limga qo'ng'iroq qiling yoki boring. Agar navbat bo'lsa, oldindan yoziling. Hujjatlar ro'yxatini aniqlang. Yetishmayotgan guvohnomalarni toping. Familiya yoki tug'ilgan sana bo'yicha farq bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Yoshi katta qarindoshlaringizga telefon qiling va pasportingiz muddati qachongacha deb so'rang. Agar ular bilmasa, borib ko'ring. Agar siz chet elda bo'lsangiz, konsullikning rasmiy kanallari orqali ma'lumot oling. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, mahalla yoki migratsiya bo'limidan aniq tartibni so'rang. Agar hujjatingiz yo'qolgan bo'lsa,
bugunoq ariza berish tartibini boshlang. Agar jarima yoki ogohlantirish bo'lsa, uni yashirmang. Aksincha, rasmiy yo'l bilan hal qiling. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, pasport va ID karta masalasini mayda ish deb ko'rmang. 12 iyuldan keyin nima o'zgarishidan qat'iy nazar, amaldagi to'g'ri va bazada mos ko'rinadigan hujjat har bir fuqaro uchun zarur. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u xotirjam bo'ladi. Kimning hujjatida muammo bo'lsa, u bankda, notariusda, shifoxonada, davlat xizmatlarida yoki chet elga chiqishda to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun bugunoq o'zingizni, ota-onangizni, qo'shnilaringizni va yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa eski pasport bilan yurganlar, muddati tugagan hujjati borlar, familiyasi o'zgarganlar, ro'yxatdan o'tishda muammo bo'lganlar va chet eldan qaytganlar bu masalaga jiddiy qarasin. Kommentariyada yozing. Sizda eski pasport bormi? ID kartaga o'tganmisiz? Hujjat almashtirishda qanday muammoga duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi yoshi katta insonlarga yetkazing. Oqartirilmagan bitta hujjat ertaga butun oilaning ishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hozir tekshirib qo'yish eng to'g'ri qaror.